Do'stlar, qolgan ma'lumotni Dilmajon do'stimiz o'zi beradi. Stanogimiz 7 ta nasatkalik, 3 ta shablon qo'shib beriladi. Vodiy ichi 100% lik dastavkasi, vohaga 50% dastavka bilan beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak 15 million so'm. Chiqarib turgan dizaynlari 22 xil maqsaddan iborat. Bemalol shu stanokda olib, 2 ga 2 profil, 4 ga 2 profil, 1.5 ga 1.5 profillardan xohlagan turingizdagi stol-stollar ishlab chiqarsangiz bo'ladi. Bu stolda yana ham imkoniyat qilingan ratan to'qima stol-stollariga ham imkoniyatlari bor. Shu stanogimiz bilan ratan stol-stollarni ham ishlab chiqarsangiz bo'ladi. O'rganish jarayonlari 100% lik o'z ishxonamizda bo'ladi. Stanogimiz hozirgi stanogimiz bilan bir xil, faqat bitta nasatkasi bilan farq qiladi. Nasatkasining farqi nimada deganda, o'tiradigan joyimizda suyanib turgan orqa qismi o'sha bukilgan holatda ichiga itarib bukaydigan nasatkalar qo'yilgan edi oldingi holatda. Hozir o'sha holat ham kerak bo'ladi. Bu ham sindirmasdan tekis bukaydigan holat ham kerak bo'ladi. To'yxona va undan tashqari kafe shunga o'xshagan joylarga ko'proq shunaqadan hadovoy so'ralyapti. Shuni hisobiga sindirmaydigan imkoniyatlarni qilganmiz. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak,